Assalomu alaykum hammalarga, yaxshimisizlar? Sizlarga bir savolim bor. Mani opam borlar, bilasizlar, opanikida yashayapman. Assalomu alaykum. Hozirgi kunda shu opamni yaqinroq keling opa. Shu opamni yaqin dugonalari borlar. O'sha shu opamni kenja qizlari bilan u dugonalarining qizlari bitta maktabga o'qishgan ekan. 18-kuni shu oy to'yi bo'lar ekan o'sha qizda. Hali kuni uylariga borib tabriklab keluvdik opa. Bizni kelin tarafdan meni taklif qilishgan o'sha to'yga. Mana opam shaxsan taklif qildilar. Bugun menga bitta taklifnoma tushdi telefonimga. Qarasam kuyov tarafdan ham menga taklifnoma tushibdi o'sha to'yga. Men yozdimki, meni bir qizni to'yiga aytishgan o'sha kuni. Bora olmayman, uzr deb yozsam, kimni to'yi deb so'radilar. Men aytdim, shunaqa bir qizni to'yi desam, o'sha kuyovning amaksi bo'laman deb. Hali kuni qirg'izistonlik bir aka keluvdilar-ku oldimga, anaqa oshtoncha olib keluvdilar. O'sha aka, o'sha kuyovning amaksi bo'lar ekanlar. Menga taklifnoma berdilar, keling deb. Xo'p dedim, ikki tarafdan ham men endi dedim taklif bo'ldi. Nima qilsam ekan deb boshim qotdi. Men balkim dedim o'sha kuni zalda bo'lamanmi yo doktorda bo'lamanmi bilmayman. Bora olmayman dedim. Opa, o'zingizlar borib maza qilib o'ynab ko'rib kelasizlar, to'g'rimi? Men bormayman. Yo'q, borasiz. Borsam yana boshlanadi keyin bu yerda. To'polon bo'ladi, sen yuribsan, kayfingni qilib to'y, unday deb gap bo'ladi deb qo'rqaman. Endi baribir o'zim uchun yashayman bu hayotda. Hech nima deb bo'lmaydi. Nima qilamiz? Boramiz. Kommentga yozamiz. Ha, yo'q qilib. Ha, yo'q qilib qirg'izistonlik aka keluvdilar, o'sha kishining jiyanlarini to'yi ekan. Bu yoqdan opamni tepakak qizlarida bo'lib qolgan, o'qiz qizlarini sinfdoshi dugonasi, ham onasi bilan dugona ekanlar qalin. O'shalarning to'ylari bo'lar ekan Samarada. Endi javob yozamiz, kutamiz. Sizlarni yaxshi ko'raman, o'zinglarni asranglar.